Sizdan shu holga kelib qoldik, uchta xonlik. Endi mag'zavani shunday ag'dardi, endi to'xtamadi. Shu birlashish kerak edi, ittifoq qilish kerak edi va hokazo, dushmanlik qilmaslik kerak edi. Uka dedim, uchta xonlikni tinch qo'ying. Xudoyorxon va Amirolimxon va Nasrulloxonlar tinch yotsin go'rida maza qilib. Sizga bir savol beraman. Tarixni bari o'zgartira olmaymiz. Lekin ibrat olish uchun kerak bo'ladi. Ibrati birlashish kerak ekan. Tarqoq bo'lmasligi kerak ekan. Savol, 3 ta jo'ra birlashib shu paytgacha nima ishni qoyillatgansizlar? Nechinchi sinfsiz? 10. 10-sinf ekansiz, shu sinfingiz bilan 10 yil ichida yiliga bittadan tushadi. 10 ta daraxt ekkanmisiz maktab bog'iga? Haligi jim bo'lib qoldi. Direktor yoki ustoz yalinmasa ham bittadan lavashchi puli ham bo'lmaydi. O'rtaga pul tashlab